MOSFETdan tez va oson ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. MOSFETga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin bu yerda kirish va ro'yxatdan o'tish tugmalari mavjud. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Ro'yxatdan o'tishda bu yerda 4 xil usul bor. Birlikda telefon orqali, email orqali, ijtimoiy tarmoqlar. Ijtimoiy tarmoqlar mana bu yerda Google boshqa akkauntlaringiz bo'lsa, shular orqali ro'yxatdan o'tsangiz ham bo'ladi. Bu yerda eng oson usullar telefon va bir bosishda, birlikda. Maslahatim telefon orqali ro'yxatdan o'tish. Chunki birlikda o'tsangiz baribir ham telefon raqami ulashga so'raydi ruxsat. O'shaning uchun sirasi telefon raqami ulash kerak. Keyin bu yerda pul birligi deyapti. Mana so'mda turibdi. Xohlasangiz dollar, yevro, rubl, qolgan barcha valyutalardan xohlagan valyutangizni tanlab o'ynasangiz bo'ladi. Bu yerda men so'mda o'ynayman. Keyin pastdagi ro'yxatdan o'tish uchun bonusni tanlang deyapti. Bu yerda kazino uchun va sport uchun tanlasak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Kazinoni tanlagan yaxshi menimcha. Keyin bu yerga promokod kiritish kerak. OK 123 qo'llash degan yozuv bosamiz. Mana promokod qo'llanildi deb chiqqandan keyin bu yerdan ro'yxatdan o'yinni boshlash degan yozuv bosamiz. Mana do'stlar sirasi akkaunt ochiladi. Bu yerdan bildirishnoma kerakmi deyapti. Keyinroq eslatdik. Sirasi hisob to'ldirishga olib o'tdi. Shoshilmang. Hisob to'ldirishdan oldin birinchi nastroykani to'g'rilashimiz kerak. Mana bu yerda burchakda chiqish degan stilga turibdi. Takvida ikkita bosamiz. Yana chiqishda 2 marta bosib bersak chiqadi. Endi mana bu 3 ta stilkani bosamiz. Mana bu yerda raqamni ustiga bir bosamiz. ID deb turibdi. O'shaning ustiga bir bossak mana profilimizga olib o'tdi. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyi bor pastda. Bu yerdan mana shaxsiy ma'lumotlar degan joyi bo'limi bor. Bu yerdan familiya, ismingiz, mana bu yerda nickname, bu nom, xohlagan nomingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin bu yerga tug'ilgan sana va hujjat raqamini so'rayapti bu yerga. Hujjat raqami 10 jishir yoziladi bu joyga. Jishir yozib qo'yasizlar. Yurgan tug'ilgan sanani so'rayapti, o'shani kiritamiz. Nickname'ga masalan oltin deb qo'ysangiz ham bo'ladi, yoki orqaga son qo'shib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yurgan shahar, familiya ismini kiritib saqlashni bossak, xo'sh, ma'lumotlarimiz saqlanadi. Hozir men kiritib chiqaman. Mana saqlash tugmasini bosamiz. Ma'lumotlarimiz muvaffaqiyatli saqlandi. Bizlarga 50 MOSFET coin berildi deyapti bu yerdan. Ikkita bosib turamiz. Xo'sh, mana shular qilganimizdan keyin chiqamiz. Endi hisob to'ldirish o'tsak ham bo'ladi. Mana hisob to'ldirish, mana bu yerda pul chiqarish bo'limlari mavjud. Hisob to'ldirishga o'tamiz. Bu yerdan xohlagan to'lov usuli orqali hisobga pul to'lasangiz bo'ladi. Humo tezkorni tanladim men. Bu yerga summani kiritaman. Masalan
60.000 so'm. Bu yerga karta raqami yoziladi. Pastiga amal qilish muddati va kartaning ismi yozib qo'ysa yoki ism, familiya, ismni yozsangiz ham bo'ladi. Mana xuddi shunday yoziladi. Keyin to'lash degan yozuv bosamiz. Kartaga ulangan namunaga kod keladi. O'sha kodni tasdiqlasak hisobimizga pul tushadi. Hozir men sirazi mana ma'lumotlar kiritib to'lashga bosdim. Mana kartamga kod keldi, o'shani kiritaman. Yuborishni bosamiz. Ozgina kutamiz, sirazi hisobimizga pul tushadi. Mana hisobimizga pul tushdi. Davom etishga bosamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 60.000 so'm balansga tushgan. Hozir men bu pulni ozroq ko'tarib, pulim chiqarib ko'rsataman. Videoni pauzaga qo'yib turaman. Mana do'stlar, balansni 200.000 so'm qildik. Endi chiqarib ko'rsataman. Tak, profil bo'limiga o'tgan paytimiz mana bu yerda pul chiqarish bo'limi mavjud. O'shanga bosamiz. Bu yerdan humo bo'limini tanlaymiz. Bu yerga summani kiritamiz. Masalan, 100.000 so'm chiqarib ko'rsataman. Bu yerga karta raqam. Xo'sh. Bu yerda oyi, va keldi. Karta raqami yozamiz bu yerga. Keyin bu yerga yuborishni bossak, pulimiz chiqadi. Hozir men karta raqamini terib, buyurtmoqni bosaman. Mana pulimiz sirazi chiqarishga berildi 100.000 so'm. Mana ko'rib chiqilmoqda deyapti. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Tasdiqlandi deb chiqadi agar kartamizga pul tushsa. Yarim soatga qolmay pulimiz tushadi. 10-15 minutda. Mana balansimizda esa 108.000 so'm qoldi. Qolganini o'ynab yana ko'tarib bemalol chiqarib olishimiz mumkin.